Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Maxtur Akfa'da yana ishlarimiz davom etadi. Akfa kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan 6500, ya'ni 6,5 santimetrlik montaj qurligiga ega plastik profilidan rom yasaymiz. Xudo xolasa razmerlarimiz 1.70 ga 1.30. Buni yasalish jarayonlari bilan sizlar tanishtirib o'tamiz. Bu payka apparatimiz shuni burchagini yopishtirib beradi. 290 gradusda romlarimiz burchagini yopishtirib beradi va GOZ standart bo'yicha buni burchagiga 120 kilodan 200 kilogacha yuk ko'taradigan darajada mustahkam bo'ladi. Qani ketdik, buni payka qilish jarayonlarini tanishtirib o'tamiz. Mana hozir bu apparatimiz dazmoli chiqib, o'rtadan eritishni boshladi. Har bir profilimizdan 290 gradusda eritilganda 3 mm dan erib, 6 mm profil erib bir-biriga yopishib payka bo'lib ketadi. Shuning uchun ham romlarimiz, choklari mustahkam chiqadi. Va bunda 25 sekund eritadi va 15 sekund sovutish jarayoni va uni tozalash jarayonlari davom etadi. Payka jarayonlari yakunlandi. Endi buni tozalaymiz. Mana xudo xolasa romlarimizni, choklarini payka qilib oldik. Nasıl ideal darajada chiqadi. Xudo xolasa bu paykalarimizni burchalarda hech qanaqa qoldiqlar, hech qanaqa qolib ketmaydi. Mana romlarimizni payka qilib oldik. Endi buni paykadan chiqqan yana ichkaridagi shlaklarini pichoq bilan tozalab chiqamiz. Bu shlaklar oddiy odam ko'ra olmasligi mumkin, bilmasligi mumkin, lekin juda xunuk ko'rinadi bilgan odam qarasa. Shuning uchun ichkaridan ham har tomonlama sifatini yaxshi qilishga harakat qilamiz. Endi biz rom yasaydigan ustamiz. Ali professional mobillografiya bo'lmasa, shunga o'xshagan operator emasmiz. Shunga kameraga teskari holatlarim bo'lyapti, boshqa holatlarim bo'lyapti. Uzr so'rayman. Iloji boricha sizlarga shu qiziq bo'lsa, shuni ko'rsatay. Xalq ko'rsin, melish narsasigacha. Ertaga ish deraza qo'yayotganda aytgan pulni sanab beradi ustaga. Shuni halollab olish uchun mana shu joylargacha tekshirib, menga sifatli narsa bering deb talab qilish uchun klientlarimizga iloji boricha melish narsalarigacha qo'yib beryapmiz. Endi ustalar qanaqa tushunadi, bilmadim. Akfa kompaniyasi bu 6,5 ming profilni chiqarib ancha o'zgarish qildi. Chunki 6000 seriyali profil bozorlarda ham ko'p joyda ko'payib ketdi, 6000 seriyali profillar. Shuning uchun o'zini 6,5 ming seriyadagi patentlangan profilini ishlab chiqardi. Bu 5 kamerali, 6,5 santimetrli mustahkam profillardan biri. Ancha yillar xizmat qiladi, xudo xolasa. Buni full qilib bitirish jarayonlarini ham qo'yamiz. Chunki buni tashqaridan bunaqa suv kanallari bor, ichkaridan havo kanallari bor, sirkulyatsiya havo kanallari. Общий hamma teshiklarini shu GOZ standartga mos qilib buni yasab, ichiga aynaklarni, stikla paketlarini, hali ko'rsatgan stikla paketlarimizni o'zimiz tayyorlab qo'yib, klientga qo'yib beramiz. Xudo xolasa chiroyli rom chiqadi. Barcha mahsulotni o'sha qo'llanmasida ko'rsatilgandek qilib yasab, erinmasdan qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki kompaniya ham shunday qilib yasalsin, shunday qilib o'rnatilsin degan tavsiyalarni beradi. Shu tavsiyalarga amal qilsa, ustalar xudo xolasa ishlari sifatli chiqadi.